Xinaga sochini bo'yab kelgan ekan. Xinaga bo'yaganini kecha kechqurun aytdi menga. Mana orqa tarafda ahvoli bu. Hozir oldi tarafini ko'ramiz. Yuz olyaptimi nima qilsam? Hozir bizdan xinadan faqatgina qip-qizil rezultat chiqadi. Undan katta narsa kutmanglar. 5-urovingga chiqamiz xolos. Bu qanday achinarli. Xina yordam beradi, foyda beradi, sochimni o'stiradi deb o'ylab qildiradida hamma aslida o'zlarining sochlari mana rusiy balabar edi, qoralarga, xinalarga bo'yab bor hozir. Foydali deb o'ylab qilgansizda, desam ha deyishyapti. Yana surib qo'yib uyda yurar ekanlar. Ko'ryapsizlarmi, oldi tarafi to'q, orqa taraf nisbatan ochroq. Idishda qolganlarni yig'ishtirib mana shu peshonasiga surganlar. Peshonasini ochartirolmay o'lib ketaman endi men. Sizlarga tezpiratdan keyingi ahvolni ko'rsataman. Kuygan soch shuna bo'ladi. Rezinka. Dam rogatga qilsak bo'ladi buni. Tosh tiqib turib, tang aytib o'tirsangiz. Hol. Xinalar surishgan, kraskalar surib bir soatlar yurishgan, meni vaqtliroq kuzatishni boshlasangiz bo'lmasmidi-ya? Debman shunga. Sizgina o'zi oydek chiroyli qizda sochni kuydirib olgan. O'zimning sochim ham idealniy rangda. Nimaga bo'yadimi deysiz, zalatistiy kofemida. Yana bu nimalarga ustin bo'yashurgan. Hahalab kularing, tiqilib kulmaydi.